Tanganmizmi? Shu yerga xafa bo'lmasin. Yo'q, hali boshlanadi. Egon aytdi. Necha soat? Bizdas. Odamlarni ko'rsam juda ham rahmim keladi. Qaniydi qo'limdan kelsa-yu, hayotini yaxshilay olsam deb. Bak qilolmaysan lekin. Chunki bu yo'l o'zlari tanlab olishgan. İçimde qora narsa yo'q lekin bora yuragim qoraydi. Yo'qdir bir chora qaytarishga holim, qara ahvolim guldek so'ndim-ku. Guldek so'ndim-ku. Hayollarim nariga boshqa narsa o'rgatar ekan. Maktabda hamma bilar ekan qanday qilib men yashashim kerakligi. Topdim birinchi sevgini, ko'tar olmadim uni fe'lini. Hech kim qidirmas ekan kelinni, asab o'ladigan joyda. Sher. Keldingmi? Namuncha. Hali she'r yaxshi. Voy. Sizlar namuncha ko'zguzga qo'ygandek-a? Mabodo uzukka ko'z qo'ygan emas. Ali xo'ja emasmiz. Sizlar o'zi qachondan bir Mabodo chiqishimiz kerak emasmi? Ket. Biletlar tugab qolmadimikin? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Sizlar Tepada bo'lamiz. Zakaz qilib kelish kerak edi oldindan saytdan olib. No, eshitaydan so'raymiz. Bo'ladigan bo'lsa kirsa bo'ladi aka. yaxshi. Maktabda zvonok chalgan payt ustozlar ko'rganmisizlar? O'tar. Bu zvonok o'quvchilar uchun deydi. O'shandan keyin biz bolalar bilan pul tashashib, o'zimiz uchun alohida yangi maktabga zvonok qo'ydirganmiz. Yana o'qituvchilar bayramda pul yig'iladi. Bo'ladimi sizlarda ham? Pul yig'asizlarmi? Da biz ham pul yig'amiz, lekin o'sha paytda odam bo'ladi doim. Sinfdagilarchi, boshqa sinfdagilar 30 mingdan yig'yaptigan past bo'lmalaring, sizlar ham tashalaring dedi. Biz aytdik, bo'ldi ustoz, chiqib turing, hozir yig'ib beramiz pulingizni. Kirdi magazinga. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ishkelat ish yaxshi ko'rasizmi dedi. Boshqasi kirdi, pecha. Men Sherda akasi bo'laman. Men Furqat akasiman. Yaxshi ko'rasiz. Tanishganman. Bitta qiz kirdi, bir pochka tualetni bo'lmaga olib chiqdi. Bugun Sher yomon chiqmadi. Yerdim. Sherzodmi? Yo'q, yaxshi chiqdi. Yoshiga nisbatan ancha yaxshi. Eng alab qilgan men hech kim bilan urushmasdim. Bo'lmasa bugun bonus ham qo'shib berar ekansizda. Akam uradi qochib ketdi. Qanaqa bonus? Tanimayman-da. Bu ochiq mikrofon, yo'qda biz komiklarga pul bermaymiz ham, komiklardan pul olmaymiz ham chiqqani uchun. Tog'aynim bor. Yaxshi ko'rgan qizi bor, lekin yaxshi ko'rgan qizidan shunday qilib uyaladi, shu darajada uyaladi, oldin tura olmaydi aniq qizi. O'shancha hozir bilan men gaplashib turibman. Salomat bo'ling. Menimcha kutib qolgan bo'lsa kerak u qiz. E'tiborli uchun rahmat, sizlar bilan Sherzod Karimovich bo'ldi. Mayli. Men ketdim. Rahmat sizga. Ha, men kuzatib qo'yaman. Yo'q, mana Yandexim keldi. Ha. Yo'sam yaxshi aytib. Telefon qo'y yoki SMS yozib borgandan keyin. Xo'p, rahmat. Siz ham ehtiyot bo'ling. Davay.
Ko'rdingmi? Sanbekga tarbiya berishmi? Og'ayni? Ko'chir. Chuqurlashib ketmayapmiz-mi? Tushmadim. Men sen qilgan ishni tushunmadim hozir. Ben tushunmadim. Men buni tushunmadim. Banda xalasi kontrolda. Kontrolda? Ey, mana shu narsa 1-2 oy davom etsa bilasanmi, sen больницада kontrol yotishingni? Sher, menga pul kerak. Yaxshigina pul kerak. Tushunasanmi? Men bugun senlar bilan oxirgi marta chiqishim. Keyin o'yindan chiqaman. Senga ham shuni tavsiya qilaman. Yaqinlashsa xudoga bir chetdan qarab ko'r odamlarga nazar sol saxta odamlar ko'paydi foydasini o'ylagan shunday bo'lishi kerakmi balki men ham bilmadim hammani yaqin ko'rdimmi aybmi yo ko'p kulganim men dunyoni o'zgartirishni istadim lekin qo'limdan kelmadi o'zimni o'zgartirish men dunyoni o'zgartirishni istadim lekin qo'limdan kelmadi o'zimni o'zgartirish Zari kimdir tanlarmikin? Bajo bo'lib qo'yramizmi? Zari уже men tanlab bo'lgan. Prosta seni ko'nglingni ortgisi kelmayapti-da. Agar 40 yoshli amaki bilan sen tursang, amakini puli bilan mashinasi bo'lmasa, seni tanlashi mumkin. Nima gaplar? Nasroy qalay? Nasroy sevishli. Ha? Nastroy og'aynisini to'g'ri yo'lga qaytarishlik. Tushunmadim. Nimadan quruq olib ketdimmi? Da, gunohdan. Nima bo'ldi? Bilmadim. Lekin bugun basketbolda ikkinchi o'yinda yutishimiz kerakligini bilaman. Buni men ham bilaman. İçimizde yaşa bazıqni tinimsiz bahslashib yashaydi. Shu ham bo'laveradi. Kelib xotiningdan qiz olasan. Hali uyni remont qilish kerak. Saxiylik vaqti keldi. Anorban muddatli to'lov kartasi bilan foizsiz xaridlar. Sen ulug' dukasimiding? Neydi? Ulug' dukasimiding? Ne sigir chakosan? Sizga nima? O'zimni hayotim. Okey, pastor. O'zingni hayoting tiqib olgan. Lekin maktab territoriyasida yoki ham sinfdoshlaringning oldida chakkaningni boshqa ko'rmay. Tushundingmi? Tushundim. Bor, darsingga tez. Tasha. Chaki bu nimalarni hal qiladigan-da bular? Odilov Xoliq 4, Rajabova Gulnoza 5, Turg'unov Odil 4, Umarov Doniyor 4, Abdumalikov Sanjar 4, Yangiboyev Sherzod 3. Zato ko'chirmadim. Maktabdagi baholarga esa shunchaki kulib qo'ydim. Kimdir bahosidan norozi bo'lsa, qayta nazoratchi topshirish mumkin. Tushunarlimi? Sog' bo'ling. Ustoz, qizil diplomga harakat qildim. Shunga to'g'ri bahoyimni 5 ga to'g'rilasak bo'ladimi? Qizil diplom olamasam, orzularimga erisha olmayman-da. Agar qanaqadir yo'llari bo'lsa, itiring ustoz. Ber aka. Dushanba kuni kelasiz. Boshqa sinf bilan nazorat ishi olayotganimda, ular bilan birga qo'shilib, burchida nazoratchini qayta topshirasiz. Qali, bo'ladimi? Uzr ustoz, rahmat.
Gul yoki hazil? Sher, shoshilmang, iltimos. Yo'q, SMS-larga javob yozmayapsiz. Agar bezovta o'qiyotgan bo'lsam, Sher, tushmadingiz shekilli, shoshilman dedim. Tushunasizmi? Shoshilman. Yaxshi qiz. O'zingiz ham bizani qiynamasdan nimaga o'tganini ayting. Bolalar, iltimos, qochinglar. Hozir ishlarim bor, shoshilman. yo'q, Qochinglar. sizdan ham iltimos. Bizani ham vaqtimizni olmang, o'zingizni ham vaqtingizni olmang-da. Mana shu temaga javob bering, yopaylik, iltimos. Xo'p. Dars tugagandan keyin sizga lokatsiya tashlayman. Moshitga kelinglar, gaplashib olamiz. Bo'ladimi? Balki qocharsizlar. San repetitoring bor bugun. Yo'q, bugun g'art bekorchiman. Lekin sani ishing bo'lsa kerak. Sanjarlar bilanmi yoki stand-upingmi? Yo'q, meni ham vaqtim bor. Ishing bor. Yo'q, vaqtim bor. Bor. Qara. Ikkala o'yinlarni vaqtinglar bo'lsa, tezroq razvalga tushlar. Forma almashtirib, turnovkani boshlaring. Bugun o'yinlaring bor. Xo'droning, bu safar ham yutamiz. Qizlar orqasidan likillab yurmasaydik-a. Lekinchi qiyin masalaga tushinglar. To'g'risini aytaman. Sizni farzandingiz bormi? Yo'q, nima edi? Chunki sizdan zo'r dida chiqadi-da. Shu любой odam shu hayotga qiziqishni so'ndirib tashlaysiz bor-ku. Nima dedi? Ustoz, she'rdan xafa olmang. She'r haqiqatda odam bachilasa gapiradi o'zi. Mendan yaxshi adil chiqadi, xo'pmi? Ko'p gapirmay, trenovkani boshlaring. Yo'q, sportlarga. Gapiring turib, Ichimizda yasha va ziqna tinimsiz bahslashib yashaydi. Puling oshib-toshib ketyaptimi? Odam bir marta yashaydi. Kotibaning maoshiga-ya? Betashvish hayot vaqti keldi. Anorbank muddatli to'lov kartasi bilan foizsiz xaridlar. Ha, bo'ldi. Sharmanda bo'lishga tayyormisizlar? Voy, sizlar bilmadim-ku, lekin men bugun bir o'zim mana 10 ball mana shu Voy, yaxshi ham sen borsan. Sen bo'lmaganingda nima qilardik? Murod bilan Xurshid qayerda? Xurshid sigaret chaqyapti maktab orqasida. Murod stalovoyda, kamida. Ale, mashina o'yinsanmi? Yo'q, Hamimni ko'rmang. Yevordim nima faqat? Yo'q, ichimdan kelib olganman. Bo'ldi. Bugun bizim uchun muhim o'yin. O'shaning uchun koptonni qizg'anmasdan bir-birimizdan qarab bir-birimizga ishonib o'ynaymiz. Hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Motivatsiya berasan. Молодец. Meni ham ikki og'iz sizlarga motivatsiyam bor. Agar bugun o'yinni yutqizib qo'ysanglar, men direktor xonasida ariza yozayotgan bo'laman. O'yindan keyin sizlar ham kirib olasizlar. Qalay? Ustoz, nima uchun niyatingiz so'u? Kattalar bekorga ketmagan. Yaxshi niyat. Yarimta jismoniy ustozlik. Kunlaring. Stadionda yig'lamasalaring bo'ldi. Bo'pti, bolalar, tezlashinglar. Bolalar. Bugun yutamiz. Полюбовь. Повторяй движение, комнату на движение. Не бойся меняться, меняй окружение. Там, где отъезд, делай движение. Лучше решение быть на движение. Взлеты и падения, общение, печенье. Неважно, в каком ты положении. Главное, будь всегда на движении. Движ это сила, движ это кайф. Сердце биение, движ это лайф. Движение, все на движение, все Bolalar, men aytdim-ku, men sizlarga ishongandim. Yutamiz dedim. Уже yarim finaldamiz. Ikkita o'yindan keyin biz chempionmiz, bolalar. Men
mani aytganimni qilsanglar bo'ldi o'rtoqlar. Sizlar bilan faxrlanaman. Bo'pti. Va ketdim. Uyga borib ozgina o'zimga qarang. Bugun muhim uchrashuvim bor. Bo'pti, bolalar biz ham ketamiz, charchamanglar. Bizga ham ruxsat. Yaxshilab olinglar. Bo'pti. Dorilar oldingmi? Da, tinchlik. Bu yerda chiqaylik. Da, yaxshi bo'lardi. Kech payt meni ham ishim bor. Bo'ldi, farqi yo'q. Keyin men bugun oxirgi marta chiqishim. O'yindan chiqmoqchiman. O'zing bilasan. Seni hech kim majburlamayapti. Ketdim. Ketdik. Keng ko'chalar, keng ko'chalar. Keng ko'chalar, keng ko'chalar. Keng ko'chalar, keng ko'chalar. Keng ko'chalar, keng ko'chalar. Пыль, вдохнул, приплыл, сел, глотнул, поплыл, смог, поток, наплыв, бесстаж, связь, отрыв. Самый маслянистый флоу выше тебя слил. Formula. Yordam kerak emas ekan bu. Yo'q, kerak emas. Bilasan, to'g'ri ketganlar nima qilamiz? Zilonkani olib kelgan. Tur. Ichimizda yashab iziqni tinimsiz bahslashib yashaydi. Qimmat telefon nima qilamiz? U hamma o'yinlarni tortadi. Oddiy stajyormiz-ku, boyvacha emas. Qat'iy qaror qilish vaqti keldi. Anorbank muddatli to'lov kartasi bilan foizsiz xaridlar. So'q emasmi? Yo'q, shart emas, rahmat. She'r qani? Bilmadim, repetitsiyada bo'lsa kerak. Voy! Sumka. Dori bormi ichida? Ko'p edi. Nima bo'pti? Nima настроение? Charchadim. Nimadan charchading? Nega charchaysan? Shunchaki charchadim. Bilaman nimaga charchaganingni. Kimni tanlaykan deb charchagandirsan balkim. Lekin ishni eng chiroylisini va eng aqllisini tanlashing kerak. Misol uchun Stop. Siz ham, She'r ham juda ham yaxshi insonsizlar. Yig'lama. Lekin seva olmayman. Yig'lama senchi. Nega seva olmaysan? Yig'lama. Va'da berganman. Endi nima bo'ladi? Bilmadim. Qanchta bor edi o'zi? 3 dan birini 2 bo'luvdik. Prosta bu safargi tavalla ancha qimmatroq edi. Kim o'zi ular qayerdan kelib qoldi? Internetda ko'rdim. Shunaqa dori ekadiganlarning ustiga zelonkalar sepib samasut qilishadi, menimcha o'shalar. Bo'pti.
Bugunchalik uyga turamiz. Erta maktabda ko'rishamiz. Day, Charchamalaring. oy bolalarga o'ta. Sanch. Meni ham boradigan joyim bor. Ketdim. Meni so'rasalar ketvordi degan, shunchaki baridan kechvordi degan, yuragimda tirnaboy vordi degan, xiyonatingni bildirmasdan sekin. İlk bora ko'rganimda xayolimni o'g'irlading, nigohing bilan meni bir o'zingga to'g'rilading, yoki esa sovuqlab o'zingga sehrlading, meni oxirida esa hayotim zaharlading. O'lamasa bir kun kelib baxtimiz uziladi, so'ngga bizni bog'lab turgan tolalar uziladi. Bugun bilmadim ko'zlaring kimlarga so'ziladi, xiyonating istasam yurak borim eziladi. Eslab ko'r seni zulmatlardan olib ketgan. Assalomu alaykum. Qalay, yoqdimi? Mazax ko'rdinglarmi? Qaranglar, endi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 seriallar YouTube'ga chiqmaydi. Qayerdan ko'rsak bo'ladi degan savollarga javob beraman. Salom TV platformasidan yoki mana mashina hozir qayerdadir, qaysidir tomonda silka bo'ladi. O'shani ustiga bossanglar Telegram kanaliga o'tasizlar. O'sha Telegram kanalda ko'rsanglar bo'ladi. Chunki Rossiyadan, Koreya, xullas uzoqda turganlar, boshqa davlatdagilar registratsiyadan o'tish qiyin bo'lyapti Salom TVga. O'shalar uchun biz Telegram kanalini ochdik. O'shaga o'tib ko'rasizlar. Qolgan hamma seriallari o'shada qo'yiladi. Pulni to'lab ko'rasizlar, chunki biz yana maktabdan ham zo'rroq seriallar olishimiz uchun endi ijodimizni pulga sotishga to'g'ri kelib qoldi. Bu narsani tushunasizlar degan umiddaman. Men o'zim xohlardim YouTube'ga tekinga qo'yishni. No, afsus